Sizga Alloh to'rt narsani baxt berdi sizga. Bu hazil emas. Davlat berdi. Omad berdi. Baxt berdi. Ka'bani eshigini ochib berdi. Hech kimga ochilgan emas. Menga davlat bergan bo'lsa, menga amal bergan bo'lsa, meni tilagim bitta. Men shu xalqni rozi qilsam bo'ldi. 90 yoshimda. Atayda umid qilib 90 ga kirganman. Men yoshimdan ham siz yuqori bo'ling. Men shu doktorni kiyasiz. Salomon qo'llaman. Menga yarashdimi yo'q? Menga shunday hurmat ko'rsatib, menga shunday etaylik katta ehtirom ko'rsatib, mana shu yerda to'planib turganingiz men uchun juda katta baxt. Siz yoshingiz nechida? 17da. 18da beradimi? Men jonim bilan sizga istisno tariqasida prava berishga ham tayyor edim, lekin prezidentdan haqqi yo'q bunaqa qonunlarni buzishga. Nasib etsin, bir yil ichida deysiz, xo'pmi? Balkim buni mashina o'rniga boshqa mashina ham keladi, kattaroq keladi.